Assalomu alaykum. Biz anchadan beri video qo'ymayapmiz YouTube'ga. Ko'p dam olishlar bo'lib qolyapti qishki kunida. Bu dushimiz. Bu mansard. Shunday patolog qildik, plitkalar qo'yib, zatirga qilib qo'ydik. Bu shaltalarga ahamiyat bermaysizlar, tozalasa top-toza bo'ladi. Bu yerda ko'rsataman degan narsam, biz direkt qo'yganmiz o'rta 3 metrlikdan. Vanna uстановка qilib, baget qo'ydik. Bu mansarda bunday tushgan bageti hozir ko'pincha odamlar tomini uyib qo'yapti. Shunga mana bu bagetlar bunday shaklda qo'yiladi. Bu kabelimiz ventilyatsiya bo'ladi, mana yerda ishlaydi. Bunday qo'yiladi bagetimiz. Shunday ko'rinishda baget qo'yiladi. Mana bu uqlon bo'lib tushganiga shunday bo'ladi. Ozgina bir 3 cm pastdan qirqib turib, tepa tomoniga uqlon qilib qirqiladi. Bunday bo'lib ketadi keyin. Shunda mana shunaqa burchak holati chiqiladi. Bu прямой ulolmaysizlar mayerdan, o'sha bo'lmay qoladi. Mana pastga tushib ketadi 2 cm. Mana uchun pastroqqa bo'lib qoladi undan kelgan baget. Ko'rib oldinglar. Kimga foydali bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Bu yetimizga endi shu moda bo'layotgandek qilib qo'ydik. Ichkariga 10 cm kirgizib, vosati ham 10. Skritini qildik. Bu yerga rakvina qo'yiladi. Bu yerga unitaz stereoga bo'lmaydigan. Mana burchaklarimiz 8 bo'lib chiqqan.